Voy voy, kunlayam isib ketdi. Assalomu alaykum, China Motors kanali obunachilari. Ko'rib turganingizdek, qish bo'lishiga qaramasdan bahor havosi kirib keldi. Kunlar qizdirgandan qizdirib yotibdi. Biz ham sizlarga qaynoqqina aksiyalarimiz, chegirmalarimizni bomba qilib tayyorlab qo'ydik. Xabaringlar bor, 16 million 800 ming so'mlik chegirmamiz. Sizlar ko'rib turgan Jack X200 yuk mashinalarimizga davom etyapti hali ham. Fevral oyining oxirigacha ulgurib qolinglar. To'g'ri, hozir 16 million 800 ming so'mlik chegirma sizga bir kam eshitilayotgandir, kichkina eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Keling sizga tushuntirib beraman. 16 million 800 ming so'mlik chegirmaga mana mashinani xarid qildingiz. Mashinani bilasiz, 2 litrli atmosferli motor, 147 ta ot kuchi. Benzinda yurgani uchun uni xarajatini qoplashni o'zi bo'lmaydi. 16 million 800 ming so'mlik chegirmaga siz propan yoki metan o'rnatsangiz bo'ladi. O'zbekiston sharoitida juda ham arzonga tushadi u. Bundan tashqari salonni ichki interyerini o'zingiz xohlagan tarzda moslab, bemalol kolonka deysizmi, chexol deysizmi, o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari nomer ham taqishingiz mumkin xohlasangiz. Bitta mana chegirma bilan sizga qancha yordamimiz tegyapti. Yana bundan tashqari yana chegirmalarimiz oxirigacha ko'ringlar videoni. Chegirmalarimiz juda ko'p. Hammasini tushuntirib beraman. Endi hozir menga ko'pincha telefon qilishyapti bizga. Odamlar niyati bor olish, hamma narsasi puli bor, lekin nimaga ikkilanishyapti? Shunga hayronman, ochiq tushunmayapman. Shuni kommentariyaga belgilab yozib ketinglar. Men o'zim oxirida o'qib, polni javoblarni beramiz. Endi hozir yana bitta bomba chegirmamiz bor. Bu 10 ta bizdan mashina olgan odamga boshlang'ich 50% to'lov bilan qolganini foizsiz rassrochka qilib beramiz. Muddatli to'lov. O'zini tan narxiga, hech qanaqa foizlasiz. Biznesmen akalar, tadbirkorlar yaxshilab eshitib olinglar. Xohlagan mana 4 ta modelli furgon deysizmi, tentovka deysizmi, bort deysizmi, shassi deysizmi, 4 ta variantda 10 ta yoki undan ortiq olasiz, boshlang'ich 50% ni berasiz. Ya'ni 5 ta mashinaning pulini berasiz, 5 ta mashinaning puli shunda bo'lib topganingizni berasiz. Hozir bu ham masalan sizlarga oddiy eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin anchagina yaxshi taklif. Mashinalarimizni endi to'lovlarida ko'pchilik tushunmayapti, qanaqa to'lov turlari bor deb. Eng xalqqa oson bo'lgani, ko'pchilik eshitgani bu avtokredit. Boshlang'ich 30% ni to'laysiz, qolgani 1 yildan 5 yilgacha bank orqali chiqadi. Endi bunda o'zining gadovoy foizi bo'ladi. Bu ham bitta pasportga, o'zingizning nomingizga bir kunda chiqadi. Hech qanaqa foizlar, hech qanaqa anulasiz, xarajatlarsiz, kafil, garov so'ramaydi. Hammasini o'zimiz hal qilib beramiz. Bugungi kundagi top aksiyamiz desek ham bo'ladi. O'zimizning Jack X200 modellarining ichida erkatoyi, hamma narsasi tayyor, xalqimizga juda ham yaxshi kirib kelgan mashinamiz. Ya'ni Jack X200 furgon variantiga xarid qilasiz kelib, 16 million 800 ming so'mlik chegirmada xarid qilasiz. Yana sizga tekinga propan ham o'rnatib beramiz. To'g'ri eshityapsiz, tekinga propan o'rnatib beramiz. Hech qanaqa ortiqcha to'lovlari yo'q. Oldingizga propan o'rnatildi. Endi nimaga bu eski qo'yib beradimi yoki arzonidan qo'yib beradimi deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, bizda unaqa bo'lmaydi. Hammasi 4-pokoleniya original propan bo'ladi, yangi. 3 yil 100 ming kilometr mashinaga berilgan garantiyadan ham chiqib ketmaydi. Endi hozir mana shuncha aksiyalarni aytib o'tdik. Menimcha endi mashinani xarid qilmaslikka sabab qolmadi. Akalar, mashinani olamiz, savdoyimizga yanada baraka bo'ladi, ko'proq daromad olishni boshlaymiz. Investitsiya bu, tayyor pul topar mashinalar. Oylik to'lovlarni to'lab, bemalol maza qilib haydasanglar bo'ladi. Shuncha chegirmalarni tayyorlab sizga mana aytib o'tdim. Endi bundan ortiq menimcha ikkilanishga sabab qolmadi. Kelinglar, sizlarni kutib qolamiz. Kommentariyada fikrlarni bildiringlar. Videoga yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa China Motors avtosalonimizni kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.